Assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan qanaqa qilib Telegramda o'sha kanal uchun zaявка yasashni o'rganamiz. Buning uchun biz Telegramdan o'zimiz ochgan kanalga kirib olishimiz kerak. Xo'p. Mana kanalga kirdik. Internetga o'rab. Xo'p. Kanalga kirib oldik. Demak, bu yerda biz Telegram dasturlasini ustiga bosib, buni edit qilishimiz kerak. Editni bosamiz. Pastdan channel type o'sha kanal turi o'shani bosib, buni private qilishimiz kerak, shaxsiy o'sha zakrit qilishimiz kerak. Zakrit qilganimizdan keyingina bu zaявка yasashimiz mumkin. Mana yana private type o'tamiz. Mana bu yerda manage links buni ustiga bosib create a new link ni bosishimiz kerak. Endi botga linkning nomini yozib qo'ysak bo'ladi. Misol uchun kanalga qo'shilmoqchi deb yozib qo'ysak bo'ladi. Xo'p, bu yerdan required monthly free o'sha kanalga qo'shilish uchun qanchadir o'sha nimada mana bunaqa yulduzcha to'lashi mumkin. Buni yoqib qo'ysak ham bo'ladi, buni yoqib o'chirib qo'yamiz biz. Demak, zaявка yasash uchun biz request admin approval ni yoqib qo'yishimiz kerak. Bo'ldi, demak buni create qilamiz. Mana create bo'ldi. Endi mana shu linkni copy qilib o'zimiz xohlagan guruhgami, chatgami, luboyga tashlab qo'ysak bo'ladi. Mana tashlab qo'ydik. Endi nariga akkauntdan kirib ko'ramiz. Mana. Xo'p, mana link keldi. Buni ustiga bosganimizda mana o'sha qo'shilish uchun so'rov yuborasizmi deb so'rayapti. Mana request to join ni bosib qo'ysak, so'rov yuboriladi. Buni hozir ko'ramiz. Mana. Xo'p. Telegram darslari bu yerda mana. Request o'sha so'rov yuborildi. Buni olib add to channel ni bossak, bu demak mana shu chat guruhga qo'shiladi. Mana ikkita subscriber va bitta edi. Bu yerdan kirib ko'ramiz. Mana Telegram darslari. Video shundan iborat edi. Rahmat, salomat bo'ling.